Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi dasturimizda sizlarni Afg'onistonning Jozjon viloyatida joylashgan muhim tumanlardan biri, Qarqin tumani bilan tanishtiramiz. Qarqin tumani Jozjon viloyatining shimoliy qismida, Amudaryo bo'yida joylashgan bo'lib, O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardan biridir. Ushbu tuman o'zining qulay geografik joylashuvi, unumdor yerlari va dehqonchilik faoliyati bilan mashhur. Qarqin tumanining umumiy maydoni taxminan 100 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi esa taxminan 45 ming nafarga yaqin bo'lib, bu yerda asosan turkman millatlar tinch-totuv hayot kechiradi. Tumanning iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligiga tayanadi. Qarqinda minglab gektar sug'oriladigan ekin maydonlari mavjud bo'lib, bug'doy, paxta, guruch, makkajo'xori, kunjut va turli sabzavotlar yetishtiriladi. Bundan tashqari qovun, tarvuz va uzum kabi polis hamda bog'dorchilik mahsulotlari ham mol hosil beradi. Chorvachilik ham tumanning muhim daromad manbalaridan biridir. Aholi qoramol, qo'y, echki va parrandachilik bilan shug'ullanadi. Qarqin tumani Amudaryoga yaqin joylashgani sababli sug'orish imkoniyatlari yaxshi rivojlangan. Bu esa dehqonchilikning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Tumanda maktablar, sog'liqni saqlash markazlari, mahalliy bozorlar va davlat idoralari faoliyat yuritmoqda. So'nggi yillarda yo'llar, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ham bir qator rivojlanish ishlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, Qarqin tumani Jozjon viloyatining serhosil, mehnatkash va istiqbolli hududlaridan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi va chegara savdosida muhim o'rin egallaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi dasturlarimizda Afg'onistonning boshqa tuman va viloyatlari haqida ham qiziqarli ma'lumotlar bilan uchrashguncha, xayr, omon bo'ling. Obuna bo'ling.